Yana bir marta salom dahshat armiyasi. Bugun o'zida ikkinchi video. Alveraning intervyusini qismlab ko'p odamlar ko'rgan bo'lsa kerak. Bizni o'zimiz ham tarjima qilgandik. Ammo baribir ham dahshat MMA'dan kerakli qismini professional dublyaj menimcha hammaga qiziq. Bundan tashqari bu videoda Habib jamoadoshlarini o'sha mashhur videoni ko'rgan bo'lsangiz, ruschasida, ya'ni mashinalarga tenglashtirganini ham biz o'zimizning uslubda tarjima qildik. Shu sababdan bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Men bo'lsa boshladim. UberX hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top futbolchilar, top vekeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Charlie, sen oxirgi marta noyabr oyida Madison Square Garden'da ko'rgandik. Sen Michael Chandlerni mag'lub qilganding. Yaqinda bundan keyin nimani xohlashing haqida gapirganingni eshitdik. Go'yoki sen xalqaro janglar haftaligida yengil vazn toifasida kamar uchun Islom Maxachevga qarshi jang qilmoqchidek ko'rinasan. Bu narsa haqida bizga gapirib bera olasanmi? Nega birdan o'z istaklaringni oshkora aytishga qaror qilding? Bilasan, bizda zo'r jang bo'ldi. Bu ajoyib jang edi. Undan so'ng meni qo'limni ko'tarishdi. Men g'alaba qozondim va endi bu narsaga da'vogarman. O'ylaymanki, UFC'da 15 yil davomida qilgan barcha ishlarim uchun, ya'ni chempionlik uchun jang imkoniyatiga albatta loyiqman. O'ylaymanki, hamma seni fikringga qo'shiladi. Lekin o'shandan beri ancha vaqt o'tdi. Bundan tashqari Tapura ham o'z kamaridan voz kechdi va sizning vazniningizga ko'tarildi. Keyingi o'rinni egallashni xohlayotganingni juda ishonchli tarzda aytganing uchun u senga Twitterda javob berdi. Charlie, sen jim turganing ma'qul. Seni hisobingda 10 ta mag'lubiyat, 5 ta nokaut, 4 marta taslim bo'lgansan. Sen da'vogarsan, sen pretendentsan. Men esa chempionman. O'z vizionimning otasiman. Yillardan bu narsani ko'rganingga munosabating qanday bo'ldi? Avval ham aytganman, yana takrorlayman. Men 15 yildan beri UFC'daman va barchani hurmat qilaman. Odamlar men haqimda nima deyishayotgani yoki deyishmayotgani meni qiziqtirmaydi. Mening hikoyam allaqachon yozilib bo'lgan. Zo'r rekordlarim va yutuqlarim bor. Tapura yarim yengil vazn toifasida chempion bo'lgan. Shunday qilib, bu bizni vaznimizga ko'tarilmoqda. O'ziga e'tiborni jalb qilishga, shovqin ko'tarishga harakat qilmoqda. Qo'limda qanday kuch borligini bilaman. Jiu-jitsu bilan qanchalik yaxshi shug'ullanishimni bilaman. Men uning gaplariga e'tibor qaratmayman. Shuning uchun gap yo'limni kim to'sishda emas, balki men faqatgina kamar olmoqchiman, faqat shunda. Agar u keyingi bo'lib kamar uchun jang qilsa, xafa bo'lasanmi? U va uni jamoasi yarim yengil vazn toifasidagi kamardan oddiy raqib bilan jang qilish uchun voz kechmaganliklarini aytishdi. Ila chempion va chempionlik kamari uchun kurashish kerak ekan. Hammasi shunday tugasa, hafsalang pir bo'ladimi? Bilasizmi, Maxachev bizning divizion chempion hisoblanadi. Bu men mag'lub qilmoqchi bo'lgan yigit. Lekin men shunchaki UFC'ning ishchisiman. Shunday ekan, kim bilan jangga qo'yishmasin, men jang qilaman. Agar ila keyingi bo'lib chempionlik uchun jang qiladigan bo'lsa, men shunchaki o'z ishimni bajarishda davom etaman va kamar uchun jangimni kutaman. Odamlar biz hammamiz UFC ishchilari ekanligimizni tushunishlari kerak. Shunday ekan, agar keyingi navbat Tapura bo'lsa, bu ajoyib. Men o'z navbatimni kutaman. Men sendan UFC 300 haqida, ya'ni Arman Sarukanga mag'lubiyating haqida so'ramoqchiman. U bilan revanshga qiziqmoqdamisan? Sen o'ch olishni xohlaysanmi? Hozircha yo'q. U ajoyib jangchi. Lekin men hozirda chempionlikni qo'lga kiritmoqchiman. Va mana shu hammasi. Agar meni jamoamdagi jangchilar mashina bo'lganda, ular qanday mashina bo'lar edilar? Hop, Tagir Ulanbekovdan boshlaymiz. Men uni 600 MS'ga tenglashtirgan bo'lardim. Yaxshi holatda 1997-yilga. Gajira Badanov, Pajero 99-yilga. Imom Shafi Aliyev. Uni Tesla bilan tenglashtirgan bo'lardim. Chunki bu bola elektromobillarni juda yaxshi ko'radi. Sharif Zaynukov. Bu tipik Keriya. Nega kulmoqdasiz? Ali Abdulaziz. Baqlajon rangidagi qandaydir sovuq Jaguar. Ya'ni sen bu mashinaga qarab, bunday mashinani kim haydaydi deb o'ylab qolasan. Javier Mendes. 24-yilni to'liq jihozlangan Lexus 600. Abu Bakar Nurmagomedov. U bir marta jamoasi, oilasi bilan maslahatlashmasdan Porsche Panamera sotib olgandi. Ammo biz hammamiz bu narsaga qarshi edik. Chunki o'sha paytda shahar bo'ylab yaxshi mashinada emas, balki zalda bo'lish kerak edi. Shunday ekan, Porsche Panamera bo'la qolsin. Bu mashinaga hozirda nima bo'ldi? Mayli, bu haqida gapirmaymiz. Daniel Cormier. U Prius haydaydi. Unga har doim aytaman. Sen ikki vazn chempionisan, Priusga qanday sig'asan? U mashinasiga zo'rg'a sig'adi, bilasanmi? U haftasiga $20 deydi. U tejaydi. Ha, u tejaydigan odam. Umar Nurmagomedov.
Yaxshi yangilangan X5. Ha, aniq. Murod Ramazanov. Menimcha Murodga katta TRX RAM kerak. Lak tog'larda yurish uchun haqiqiy lak yigitiga. Usmon Nurmagomedov. Bu Matoviy X7. Yangilangan hamon ko'k rang. Menimcha shunday Usmonga. Xo'sh, Islom Maqajevga gelik beramiz shekilli. Pound for pound bunday jiddiy mashinada yurish kerak. O'zim haqimda shunday deyman. Yoshligimda, bolaligimda hamma do'stlarim mashina olishni orzu qilardi. Men bo'lsa har doim o'zim mashina bo'lishni xohlaganman. Demak, men bilan genchlar o'rtasida, jamoam o'rtasida farq shunda. Qalay? Hammasi yaxshimi? Nima? Chapak chalmoqchi bo'ldingmi? Nega bu ishni qilmading? Dahshat armiyasi Olivera gaplariga qo'shilasizmi yoki Tapuri prezident bo'lish kerakmi? Agar Olivera gaplariga qo'shilsangiz bitta dahshat like bosing. Agar Tapuri tomonida bo'lsangiz pastda kommentda fikringizni yozib qoldiring. Bundan tashqari sizga Habibga o'xshagan savol berilganda siz o'zingizni qaysi mashinada tarslagan bo'lardingiz? Misol uchun men ham o'zimni TRX RAM degan bo'lardim. Albatta bu haqida ham fikringizni yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Albatta bu videoga qo'llab turish uchun like bosing. Prosmotr uchun rahmat dahshat armiyasi.